Bir ayol bo'lgan ekan tarixda solihalardan. Xamir qilar ekan. Shunda erining o'lgani xabar kelibdi unga, xamir qilayotgan joyda. Xamirdan qo'lini ko'tarib aytgan ekanki, bu taomga endi bizga unda sheriklar bo'ldi degan ekan. Ya'ni er o'lgandan keyin endi haligi erning mol-mulki taqsimlanish kerak-ku. Shu darajada taqvodor ekanki, hattoki qilib turgan xamiridan endi meniki emas bu degan ekan-da, bitta meniki emas degan. Er bo'lganda faqat erinikida endi u. Er o'lgandan keyin endi u xotinga qo'shilib, masalan, erda dadasining haqqi bo'ladi, erning mol-mulkida, erda bolalarining haqqi bo'ladi. Shuning uchun shundoq to'xtatgan ekanda, xamirda ham hatto kelyapti. Shu darajada, ya'ni erining haqqiga rioya qilgan. Va yana bitta shunaqa ayolga eri o'lgani xabari kelganda chiroq yonib turgan bo'lgan ekan, chiroq uyda. Shu zahoti chiroqni o'chirgan ekanda aytgan ekanki, bu yog'da endi bizga sheriklar bor. Ya'ni bitta meniki emas endi bu yog' deganda, erimning merosxo'rlarniki degan.